Xorazm moto savdo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nereye yo'l chiqdingiz? Makkaga. Makkagami? O'tgan safar sizlar meni mehmon qilib oldinglar bu yerda. Endi men Vaziylik bola ishlamabsiz sizlar? Ha, shu kompor. Siz bo'ldingmi? Mana Murat tuyada Makkaga yo'l chiqibdilar. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib. Boradingizmi? Shunga? Ha, borganman. Endi bu ikkinchisimi xudo xolasa? Yo'q, ko'p borda hozir. Yo'q-a? Ha, samolyotda bu yoqqa qilib borganman. Bundan niyat qildim buni olib borib, bitta tuya olib borib so'yaman deb xudo xolasa. Ha, qurolliqqa sadaqa qilish uchun. Ya, qo'l ishdan tuya yurishmi? Ha? Qulay yaxshi ko'rdim. Shu. Aqsamni Trinidad Instagramda ko'rdim. Ha, Ibrohim Ibrohim ismini topolmay turdim men. Yaxshi aytdi shuni. Ibrohim nimadi? Javoblar. Alo. Bizda anaqa ustalardan nasos yo'qmi? Bor, hozir boramiz. Tomonimiz pasayib ketdi. Yetib borasiz sasdan, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Endi chegida yetib borasiz. Nasib etsa. Ha, bir 3 kunda Qoraqalpoqqa kirib borsak inshaalloh. Tamam. Tamojidan o'tib olsak bo'ldi. U yerga o'zi nimadan Nukusdan keyin Qumli joy boshlanadi-yu. Furaga ushlaymiz tuyani. Astraxangacha furada ketadi inshaalloh. Astraxangacha. Astraxanda tushib qolib, keyin Astraxan, Dageston, Checheniston qilib kirib ketamiz. Hozir siz Qoraqalpog'iston Qorani postidan o'tib, Qulsari, Atrovdan Astraxan, keyin Kavkazga kirib, Dag'iston, Astraxandan Dageston kiraman. Astraxanga kirib, Dag'iston pishkom yo'l bor-ku. Astraxan, Dageston, Checheniston qilib, Chechenga borganimizda bu yoqni yana keyin xudoga yutadi. Yo samolyotda ketamiz, yo paroxodda ketamiz yoki bir Samolyotda kelsangiz tuyani olib ketasiz. Через Ozarbayjon chiqib ketasizmi? Gruzovoy samolyotlar bor. Mana bu Ramzan Kadiriy otlar tashiydigan samolyotlari bor. Chet el Yevropalardan ot olib keladi-yu. Eshak yaron neydi aldı? Yo'q. Verdilarmi? Ben 3 kunmi 4 kunmi banda urgan yo'lda ko'rdim. O'zi tuyada kelyapti. Ava tuyada gapirdi. Mana tuya mana yeb kelsin deb eshak yaron qo'yib oldimmi? 3-4 kun oldi urgan yo'lda ko'rdim. Tuya bilan ketib qoladi. Nimadan o'zi mana nimaga o'tuvdim? Birinchi. Ava. Nayib javobdi. Xudo biz ham nasib etsa shularga borib qurollik berish. 4 yo'l Beruni. 4 yo'lga kiruvdim. Ava. Tuproq qalada bir nogiron bola bor ekan. Sevindik degan, ketyapti turgan bo'ldi. Shu bolani bitta aka chaqirib keling biz tomonga dedi, bordim. Maslahat qilamiz deb maslahat qildik. U bolani pasport yo'q ekan. Pasportlarni olib berdim, kiyimlarini qilib berdim, hamma yo'g'ini qilib, kalaskasiga bayroqlarni yechib berib, ularni jo'natib yuborib, keyin o'zim qanaqasi ketaman desam, endi bunaqasi drujbadan keyin Hazarov Xanqa qilib turgan qilib keyin Xivaga chiqadi. Keyin yo'lim bu tomonga tushib qoldi. O'zim men betonga dedim o'zi. Ha, bundan baraka Xivaga borib, Xivani ziyorat qilib o'tdingiz. Ziyorat qilib kelyapman endi men. Andijon qayerda? O'zida Ishshahar. Assalomu. Necha vaqt bo'ldi ag'a chiqqaningizga? Joy biladingizmi? 27-iyunda dokumentini qilganmiz-da tuyani. 27. Ha, 27-iyun ekan. Ya shu kuni chiqdingiz yo'lga. 27-iyunda, yo, onda shunday hisoblaymiz-da, ungacha dokument qildik, yugurib yurdik, boshqa qildik. Shunday hisoblaganimizda ham, ha, Vodidan doğru yaningizda, u yandan, Andijondan, ha. Andijondan. Toshkentgacha 400 kilometrda. Toshkentdan chiqdingiz, aylanib keldingiz. Ha. Xivaga bordingiz. Xivaga bordim. Endi hozir bunaqasi Qoraqalpog'istonga chiqib, Qoraqalpog'istondan Tamojiga o'tib ketamiz. Hamma dokumentlari borda tuyani. Xudo xolasa. Bir kunda berib qo'y. bir kunda o'rtacha necha kilometr o'tib 20 tursiz? kilometr. 20 kilometr. Bo'ladi. Yo, bularni Dam olib kerak qarshi dam olib. Yedir, tamam. Yaxshi. Nega bu avtoservisga kirgan sababi edi, nasos juda. Sabab odam boradi. Hamma to'g'ri. İzeta
Neçə kilo göç beredi polis bu? Ben bilimden lekin bunu. Təxminən. Şimdi bilimden onun neyini? Ne olur? Neyse bu mitre onu. Ölçeği kilası bu mitre onu verin. Neye bereledi verin. Sadakalık. Şimdi aytıp olmaydı. Benim yeni. Xorazm Motosavda dostlar. Ağa bo'lmasa ziyoratlaringiz qabul bo'lsin, amasa boring. Bir duo aytib qo'yarsiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Sog' bo'ling, amasa boring. Yo'llaringiz Allah bo'lsin. sağ olun. Şarvan gördüm. Bu serdiyada şu an şu. Yeter şimdi Xudo Ha, kalmasın. inşallah. Artık. Eydem yaxşı. Nasıl Muhammed Usta? Nasıl? En güzel nasip etsin. Nasıl kerak? Nasıl da dembelen daha olur. Açık. Vallahi. Azden